O'zbekistonni manaman degan eng kar sotuvchilari ham bu gaz plitalarni bunaqa arzon narxda sotgan emas. Boshidan aytaman, narxini eshitib boshlang'ich to'lovga yetyapti deb o'ylamanglar yoki o'tida betida qirig'i chizig'i bor deb o'ylamanglar. Yangi upakovka masla pochkada. Ikki xil rangi bor, oq va mokriy asfalt ranglarda chiqqan. Ikkalovini ham ust taraf polностью полированный metal. Ertaga ximikatlar bilan yuvadigan bo'lsanglar, rangini o'zgartirmaydi. Ham ustidagi reshotkalari polностью quyma chugun. Zajgalkasiz yoqsanglar bo'ladi. O'zini avtopodjigi bor. Undan tashqari duxovkasining oynalari 2 qavatli, ichlari ham katta qilib ishlangan. 2 ta дополнительный listi, barbekyu listi, 4 ta oyog'i ham komplektdan chiqadi. Ham bularga ofitsial 3 yil garantiya ham beriladi. Undan tashqari duxovkasining podsetkasi ham bor. Ichidagi mahsulotini ko'rib tura olasiz. Bu ko'rayotgan gaz plitalar bozorda boxonka noni desa ham bo'ladi, chunki eng ko'p pul qo'yib tez sotiladigan modellardan bittasi. Xuddi shu modelni o'zimiz ham vaqtida $250 gacha ham sotganmiz. Hozirgi paytda bu modelni eng arzon joyida ham $195 sotilyapti. Ama sizlarga bo'lsa bu modellarni bor yo'g'i $144 qilib beraman. Bitta bozorni aylanib ko'ring, bo'yi 85, eni 60 bo'lgan gaz plitani nech pul deyshar ekan. Agar arzon topa olmasangiz, shu videoni hamma yaqinlarga jo'natib qo'ying.